Assalomu alaykum. Bugun inshaalloh Y7 vizaga qanday o'tish kerak, Y9 vizadan Y7 vizaga qanday o'tiladi, mana shu narsani inshaalloh bir Hurmatbek akamizdan so'rab bilib olamiz. Akamiz kelganingizga necha yil bo'ldi? Koreyaga kelganingizga? 5 yildan o'tdi. 6 yil bo'ldi hozir. 5 yildan o'tdi. Assalomu alaykum. Hammangizga assalomu alaykum. Hurmatbek aka Qozog'istonda o'sganlar, o'shaning uchun ba'zida so'zlarda ruscha ishlatilishlari mumkin. Men o'zim tarjima qilib ketaman. Bu tomoniga ayb kelib yurmaysizlar. Xo'p, Y7 vizaga o'zi Y7 viza nima-yu, Y9 viza nima? Ikkalasining farqi nimaligini tushuntirib bering boshlanishiga. Y9 viza muddati 4 yil 10 oylik viza. O'zgartirishi faqat 2-3 ta zavod almashtira olasiz. Keyin u Y9 viza bilan oilangizni chaqira olmaysiz. Keyin ko'p narsa mana bu granitsalari bor. Chegaralari ko'p. Chegaralari ko'p. Y7 viza qanaqa viza? Y7 viza u ham ishchi viza, lekin oilangizni bemalol chaqirib, o'sha muddati yo'q. Har 2 yil cho'zib, keyin sal suysa. Постоянно yashasa bo'ladi. Xohlagancha yashayverasiz, 2 yildan cho'zilaveradi. O'sha ko'jupizadagi bo'lib qoladi u. Men fikrimcha eng yaxshi viza o'sha Y7 viza. Nima desangiz, потому что hozir F2 vizaga o'tmoqchi bo'lsangiz, sodiq hozir kamida 70% so'rayapti. U 36 million kamida qilib berishingiz kerak yonjan qilish uchun. Bir yilda siz 36 million pul topgan bo'lishligingiz kerak. F2 vizada. F2 viza o'zi qanaqa viza? U ham har xili bor. Hozir meni Y7 vizam Y7 Tor degan vizam. U sodiq ham unaqa katta kerak emas. U yiliga 25 million qilib bersangiz, u yonjan bemalol qilaverasiz. Masalan, hozir siz kelganingizga necha yil bo'ldi dedingiz? 5 yildan o'tdi. 5 yildan o'tdi. Masalan, 5 yilda o'tgan vaqt ichida siz Y9dan Y7 ga o'tkaza oldingiz. Y7dan, misol Y9dan Y7 ga o'tkazishlik uchun qanaqangi misol uchun shartlar bo'lishligi kerak? Qanaqa shartlarga to'g'ri kelishlik kerak? Kamida 4 yil yashab berishingiz kerak Koreyada. Keyin mana bu oxirgi zavodda kamida 1 yil ishlab berishingiz kerak bo'ladi. O'sha oxirgi yilligingiz 1 yil bitta zavodda ishlagan bo'lishingiz kerak. To'g'ri. Keyin oxirgi 2 yil sodiq 25 million isam bo'lishi kerak. 25 milliondan ko'p bo'lishi kerak. Mana bu KIP Sovetona program. O'shandan itanga isam bo'lishi kerak. Itanga isa bo'lsa bo'ldi, bemalol o'zgartiraverasiz. Keyin mana bu sajaningiz ham dabro berishi kerak. Bo'ldi, men buni Y7 ga qilib, постоянно ishlattirmoqchiman deb, u ham o'sha согласияni berishi kerak o'zidan. Keyin o'sha bemalol o'zgartiraverasiz. Demak, oxirgi zavodingizda 1 yil ishlaydigan bo'lsangiz, zavod xo'jayini bilan yaxshi kelishadigan bo'lsangiz, bu yerda muammo yo'q. Y7 ga bemalol o'tkazaverasiz. To'g'ri. 4 yil Sovetona program 2 sodiq 25 milliondan ko'p bo'lishi kerak. Oxirgi 2 yil bo'ldi, o'zgartiraverasiz bemalol. Endi F2 ga o'zgartirish uchun o'zi F2 misol uchun xohlagan joyda yashasa bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, qarang, F2 R degan bor, F2 7 degan bor, F2 99 bor. Turlari ko'p demak. Turlari ko'p. Qarang, Y7 Tordan F2 R ga o'tmoqchi bo'lsangiz, 2 yil ishlab berib, keyin F2 R ga o'tsa bo'ladi. F2 R degan viza u odam kam joy, shahar bor-ku. Faqat o'sha yerda odam yetishmayotgan joylarga, demak, yangi ishchi kuchini olib kelishlik. F2. O'shanda 5 yil ishlab berishingiz kerak F2 da. Bir shaharda ishlab berishingiz kerak. Shunaqa qilib yaksoq berasiz-da. Keyin F2 99 bor. Y7 Tor vizada 5 yil yurib bersangiz, keyin mana bu sodiqni sodiq 1,5 gni qilib bersangiz, Sovetona program satanga isan qilib bersangiz, o'tsa bo'ladi F2 99. F2 99 yaxshi viza. Nima desangiz, потому что unaqa bitta joyda yaksoq qilmash kerak. Xohlagan joyingizga boraverasiz. Seulmi, Pusanmi, istagan joyingizda yashaysiz. To'ppa-to'g'ri. Endi F2 R demak Y7 dan ko'ra yaxshi viza ekanda shunday. Hozir siz aytyapsizki, o'sha Y7 dan qanaqadir misol shartlar bilan F2 R ga o'tsa bo'ladi deb aytyapsiz. Demak, F2 R yaxshiroq vizami? Shuni darajasi balandroq. Endi hammaga har xil. Nima deysiz? Потому что ko'pincha odam Shigolda Nitoda yashash Shigolda. Faqat Shigolda yashab berishi kerak. Hozir eshitishimcha, Gonsan, Kimje tomoni katta shahar. O'sha Kimje bilan Gonsanlarga mumkin. Namon, o'sha ham F2 R mumkin.
Потому что aka mana bu vizani cho'zdirganda 70% sodiq qilib berishingiz kerak. 70% sodiq qilib bermasangiz cho'zdirib bermaydi. 70% sodiq, necha million? 36 milliondan ko'p. Ko'pincha unaqa chiqarmayapti-da hozirlarga. 36 million, например, ko'rsatib bermasangiz, bo'ldi. Shunda O'zbekistonga ketaver deydi sizga. 7 to'rt vizada unaqa опасный joylar yo'q-da, unaqa опасный situatsiyalar yo'q. Bemalol ishlab yuraverasiz. Любой shaharingizga ketaverasiz, Seulmi, Busanmi, bu efekar bitta shaharda yashab berishingiz kerak. Mana bu vizani o'zgartirganda, cho'zdirganda постоянно stressda yurasiz-da, 36 million. Bittada ko'tarilib ketyapti-da sodiq. Qarang, Chagnon o'tgan yil 30 million edi sodiq. Hozir 25-yilda bittada 36 million qilib qo'ygan. Shuncha 6 million ko'tarilib ketdi bir yilda. O'shanga ko'pinchada hozir QSO bo'lib qoladi, ochol hisoblansa, yana iloji yo'qligidan qaytib ketishga to'g'ri keladi. Qaytib kelish. Lekin ba'zi bir joylarda eshityapman, o'sha misol uchun qishki o'zi asli oyligi unchalik ko'p bo'lmasa ham sazang bilan gaplashib turib o'shancha pul tushirib qaytarib beradigan holatlar. Ba'zi holatlar bo'lyapti. Bizda ham shunaqa bo'lyapti hozir. Men o'sha efeklarga harakat qilyapman, потому что Sajan ham menga yaksoq qildi. Hozir men senga 4 million tashlab beraman. 2,5 millionni 2,5 million sen oyliging bo'lsa, 1,5 million meni o'zimni kechaponimga tashlab berasan deb shunaqa yordam qilish mumkin, lekin unga yaxshi chiqishingiz kerak-da, Sajan bilan. Yaxshi kelishadigan odam bo'lishingiz kerak. Потому что u ham опасный narsa-da u. Shunday. Endi misol uchun Yongjukwon degan narsa bor, yarim fuqaroligi F5 deyiladi. Masalan, hozir sizning holatingizda F5 gacha. F5 endi yarim fuqarolik degani deyarli o'sha Koreya fuqarolari bilan teng maqomga yaqin degani. Misol uchun shular foydalanadigan, masalan, bog'chaga to'laydigan pul deyarli o'sha pul to'lanadi, masalan deylik. Keyin xohlagan joyda istagancha yursa bo'ladi. 5 yildan yo'q, 5 yil yo 10 yilga birdan-sizga urib beradi, bilishimcha, vizani. Yo'q, u muddati yo'q, просто har 10 yil mana bu Shinbunchini almashtirib turasiz bo'ldi. Shinbunchiga almashtirib turilsa bo'ldi. Demak, muddati ham yo'q. ID karta demak har 10 yilda o'zgartirib turilsa bo'ldi degan. ID karta muddati 10 yilmi o'zi asli? Shunaqa. Men bilmagan ekanman buni. Muddati yo'q, vizani muddati yo'q, faqat Shinbunchini o'zini 10 yilda bir marta o'zgartirib turasiz. Masalan, sizning holatingizda o'sha Yongjukwon olishlik uchun qanaqa qilib olsangiz bo'ladi? Qancha vaqt yetadi? Masalan, o'zingizni rejangizni hisoblab bering. Hozir FKRga o'tmoqchiman. FKRga o'tib olib, qarang, qanaqa usloviyatlari bor. Birinchisi Sovetona program o'tanga bo'lishi kerak. 5-daraja, demak, kipdan olishingiz kerak. Ikkinchisi sodiq 100% sodiq qilib berishingiz kerak. Hozir 50 millioncha bo'lib qoldi yiliga. 100% 50 million bo'lyapti. Yiliga 50 million ko'rsatib berish kerak sodiq. Uchinchisi magistratura isam bo'lishi kerak. Kamida magistratura образование bo'lishi kerak. Aslida magistratura bo'lishi kerak. Ish bilan kelganlar uchun magistratura bo'lishi kerak, to'g'rimi? Hammaga, любой vizada magistratura isam bo'lishi kerak. O'shanga hozir men Namseul Txakyo Chonanda Namseul Txakyo degan universitet bor. O'shaga qatnayman magistraturaga. O'sha F5 olaman deb shunaqa harakat qildim. Hozir o'sha magistraturada o'qiyapsiz. Shanba kuni, yakshanba kuni shunaqa. Siz demak hozir haftada 5 kun o'qiysiz, keyin 1 kun institutda, demak magistraturada o'qiyapsiz. Shunaqa. Zo'r. O'sha demak qancha muddatda ichida olsa bo'ladi? Hozir magistraturani tugatganingizdan birdan sizga Yongjukwon qilsa bo'ladi. Shunaqasi bo'ladi. Hozir FKRni olib, men o'sha Churibku Samusoga telefon qilib so'radim. Hozir FKRni olganimdan keyin men bu Namseul Txakyoni bitirgandan keyin men bu Kiev, o'tanga ham ko'rsatsam, sodiqlarni hammani ko'rsatib bersam, bittada shinchon qilsam bo'ladimi F5 ga? Qilsa bo'ladi dedi. Hozir institut tugatgan bolalar borda, FKRga o'tishyapti va FKRda aytilyaptiki 5 yildan keyin demak F5 ga o'tkazsa bo'ladi deyilyapti. U har xilda. Men уже ishlab berdim bu yerda. 7-9 bilan, 7 viza bilan уже 5 yildan ko'p ishlab berdim. O'shanga men demoqchi bo'lganim, hozir o'rtada magistratura daraja bo'lishlik kerak deyapsiz-ku. Institut bitirganlar uchun ham shu shartmi? Demoqchi. Shart. Yo'q, bakalavr ham mumkin, lekin qanaqadir spetsialniy haklar bor-ku. Qanaqa hammaga ham bo'lmaydi. U IT, biznes menejment, faqat shularga mumkin. Ular ham qarab chiqish kerak, institutga qaraydi. Hozir bizning manzilimiz bu yoqda. Men ozgincha yo'ldan adashtiryapti, qarasangiz. Demak, men bu joyga. Hozir orqaga qaytaman.
Demak, Koreyada bakalavr o'qigan bolalar magistratura o'qimasdan ham olishligi mumkin va o'zini Bo'ladi. spesialistligiga Lekin o'shandan birinchi YT1 ni olib, keyin F2 olib, keyin o'sha topshirsa bo'ladi bemalol. siz o'zizga salkam 5 yildan ziyod yashab qo'ydingiz, o'shaning uchun sizni kutishni hojati yo'q. Bir narsaga demak topshirsangiz bo'lar ekan. Inshaalloh foydali bo'ldi deb gumon qilaman. Xudo xolasa yaqin fursatlarda yangi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sizga kattakon rahmat. Marhamat. Ko'rishguncha xayr.